Telegramdagi Animedia rasmiy kanali taqdim etadi. Telegramda shunaqa kanal bor. O'shani qidirib ovoz berib nima deyordim? Xullas, o'shanga qo'shilib qo'yinglar. Shokolad Kupidon. Jahoy, biz ajrashamiz. Senga nima bo'ldi? Aytib qo'yay, men hali ham o'sha yigitman. Sening bu xarakteringni deb hech kim bilan kelisha olmaysan. Bu qiz aqldan ozgan. Hoy, bu yerda nimalar qilyapsan? Boyatdan beri seni kuzatib turgandim. U menga tarsak tushirdi. Nima mushajalarmishmiz? Hatto u bilan gaplashmagan bo'lsak ham, qiz boladan sababsiz kaltak yeyish bu meni jahlimni chiqardi. Shoshma. Agar qizlar bilan tortishib qolsam, muammoni hal qila olmaymanmi? Sen qizlarni yaxshi bilmas ekansan. Ko'pchilik qizlar bu gaplari bilan qo'rqitayotgan bo'lishadi. Rostdanmi? Qo'rqitayotgan bo'lishadi. Agar u o'z joniga qasd qilsa-chi? To'rt yuz 401 402 403 Aytib nima qilyapman? Ekranda ham yozib turibdi-yu. Charchab ketdim. Mengacha yetmaguningizcha to'xtamasligingiz kerak. Qani tez o'rningizdan turing. Qizlarga tashaganni jazosi shu. Opajon. Bo'ldi, yetadi. Biz qaytib qizlar bilan hazillashmaymiz. Nolayapsanmi? Qani tezroq bo'linglar. Mingta qilmaguningizcha hech kim uyga ketmaydi. Bu qiz yigitlarni menga tiqoradi. Bunday qiz bilan hazillashmagan bo'lardim. Men bunga jim qarab tura olmayman. Men ularga yordam beraman. Bilib qo'ying, unga kuching yetmaydi. O'rningizdan turing. Hoy. Hoziroq buni bas qil. Nega ularni kamsityapsan? Nega kelding? Men senga ajrashimizni aytdim. Nahotki bizni qutqarsang? Ularni yetarlicha ustidan kulib bo'lding. To'xta, qo'yib yubor. Hech qachon. Oh my god. Hammasi tamom. U meni o'ldiradi. Sen judayam qat'iyatli ekansan. Janhui.
Seni umuman tushunib bo'lmaydi. G'irt, ahmoq. O'g'ayni, bizni qutqarib qolganing uchun kattakon rahmat. Sal qolsa o'lib ketardik. Lekin bilasanmi, uning harakatlari g'alati edi. U hech kimni urmadi. Bu juda shubhali holat edi. Ha, to'g'ri. Ha, shunday. Biz undan buni kutmagandik. Zahoy. Hoy. Zahoy, yer yutsan seni. Seni qanchalar sevishimni bilmaysan. Juda charchadim. Ertadan barini boshidan boshlayman. Hoy, uyg'ona qol. Qayergadir bormoqchi eding? La'nati, kechikman. Qo'yli, sen bu yerda nima qilyapsan? Assalom, uyg'ondingmi? Bugun yakshanba. Qayerga shoshyapsan? Hech qayerga. Uchrashuvga chiqmoqchimisan? Yo'q, unday emas. Men kutubxonaga bormoqchiman. Insho yozish uchun tayyorgarlik ko'rmoqchiman. Rostdan-a? Nihuyali, bu nima qilganing? Eshikni qulflabdi. Nahotki qiz bola bilan uchrashuvga chiqaman deganimda, shu yerga qamalib o'tirsam? Iltimos qilaman, eshikni ochib yuboringlar. Oyijon, u yerda kim bor? Assalom. Bugun sen menikisan. Shu yerda qolasan. Ha, o'g'lim qayerda? Havli bugun uyda qolmoqchi ekan. Xonasida qoladi. Men esa unga kitob olib kelaman. Sizdan iltimos, eshikni ochib qo'ymang. Deymang, o'g'limizni qamab qo'yishibdi. Nimadir deng. Agar o'g'limizga kimdir g'amxo'rlik qilayotgan bo'lsa, qarshiligim yo'q. Ha, demak sizga tangxuan yo'qayotgan ekanda. Bu choy yaxshi ekan. Gapni bo'lmang. Eshikni ochib yuboringlar. Yuye. Yuye. Eshiklardan foydalanib tursam bo'ladimi? Bizning uyga qanaqadir pedofil yigit keldi. Hoy, uni emasman. Agar yig'lashni to'xtatsang, senga shirinlik olib beraman. Endi tushundingmi? Jahoyi mening sevgilim bo'ladi. U mening bolalikdan beri birga o'sgan do'stim. Hoy, o'ylashimcha ertaga biz orani ochiq qilishimiz kerak. Kechikkanim uchun uzr. Biroz ushlanib qoldim. Hech qisi yo'q. Men unchalik ham ko'p kutib qolganim yo'q. Xo'sh, oldin nimadir ichib olamizmi? Meni chaqirishga chaqirib, birorta gap gapirmayaptimi? Hoy, men anchadan beri senga bir gapni aytmoqchi bo'lib yurgandim. O'ylaymanki sen meni tushunasan. Iltimos menga barini ayt. Zitong. O'ylaymanki bu menga yoqadi. Deyarli shunday bo'ladi deb o'ylagandim. Unga nimadir deyishim kerak. Nima desam ekan? Birinchi marta yigit bilan uchrashuvga chiqishim. Men juda ham hayajonlanib ketyapman. Agar shunday davom etsa, hoy, buncha qizarib ketmasang. Tobing joydami? Ahvolim yaxshi.
Agar shu ketish bo'lsa, tez orada uchrashuvimiz tugaydi. Men aslida nimalar qilyapman o'zi? Anime festivali? Unutganimni qarang. Omadim keldi. Ana buni qara, bu anime festivali. Balki birga borarmiz. Assalom, qaytib keldim. Rostdan azizim, mendan yashirinishni xohlaysanmi? Unday bo'lsa, so'ngida afsuslanasan. Voy, mana buni figurasini. Qani bizga qarang. Ko'ramiz bu musobaqada kim bizga qarshi qolar ekan. Men 16 va 19 raqamlarga yutqizsam kerak. 19 haqida xavotir olmang. Bu safar faqat 16. Bu safar u yolg'iz kelgan. Hatto guruh a'zolarsiz. Uning kiyinishi qanchalik zo'r bo'lmasin, foydasiz. Voy, qizchasi chiroyli ekan. Bu qizga jon bersang arziydi. U meni yoqtirarmikan? Agar qo'limni ushlamoqchi bo'lsang, tezroq ushlasang-chi. Menimcha bu ishni birinchi bo'lib o'zim qilishim kerak bo'ladigan ko'rinadi. Xuan, u shu yerda. Uni tezroq rasmga oling. Ehtiyot bo'l. Chin ursin, bo'lishi mumkin emas. Meni uyaltiryapsiz. Men unchalik ham yoqimtoy qiz emasman. Bu senmisan? Telegramdagi anime rasmiy kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi Aslidan. Ushbu anime homiylik asosida chiqarilmoqda. Keyingi qismlarda ko'rishguncha, xayr.